Siz ham doim shunday muammolarga duch kelasizmi? Uyingizda signal yo'q, tarmoqqa chiqish qiyin. Kino ko'rganda yoki o'yin o'ynaganda internet sifati tez-tez uzilib qoladi. Xavotir olmang. Bugungi bu ikkitasi birda routeri bu muammolarni hal qilishda yordam beradi. Tarmoq simini ulab, uni router o'rnida ishlatishingiz mumkin. Agar joyingizda elektr simi bo'lmasa, xavotir olmang. Ichiga sim karta solib, tok manbasiga ulasangiz, Wi-Fi signal nuqtasini hosil qilasiz. Telefon, kompyuter, planshet kabi ko'plab qurilmalarga ulab ishlatishingiz mumkin. Ichiga yuqori quvvatli uzoq muddatli modul o'rnatilgan bo'lib, internet sifati yanada tez va barqaror. Qamrov maydoni keng. Butun bir oilaning tarmoqqa ulanish muammosini hal qilib beradi. Bu routerning asl narxi 499 ming so'm, lekin hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz 200 ming so'm chegirma qilinadi hamda atiga 299 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Bu mahsulot bilan o'yin o'ynaganda internet yanada ravon bo'ladi. Kinolarni ko'rganda uzilmaydi. Internet sahifalari va jonli efirlarni ko'rganda tez, yanada qulay, ishonchli, narxi ham hamyonbop. Shoshiling, hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Bu routerga ajoyib aniqlikdagi chip ishlatilgan bo'lib, internetni keng doiraga yetkazadi. Internet tez va barqaror, ishlatish yanada qulay. Agar uyingizda internet simi bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri simni ulab ishlatsangiz bo'ladi. Agar internet simi bo'lmasa, ichiga sim karta solib, hotspot o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi. Ko'p uskuna qurilmalarga ulab ishlatish mumkin. Televizor ko'rganda, o'yin o'ynaganda, to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya ko'rganda, kino ko'rganda internet osonlik bilan uzilib ketmaydi. Odam soni ko'p bo'lgan oilalarga yanada mos keladi. Bu ko'p funksiyali router har bir oilaning yaxshi tanlovi bo'la oladi. Bu routerning asl narxi 499 ming so'm, lekin hozir qo'ng'iroq qilsangiz 200 ming so'm chegirma qilinadi. Hamda atiga 299 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Yanada hamyonbop narx. Soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.